Ana hammaga salom olasizlar. Xo'p, mana men bugun mana bu qurilayotgan ofisga ishga kirdim va mana bunaqa toshlar tugab qoldi. Shuning uchun buni poli chala qoldi. Bu yerda 3 stak pol ketdi, lekin hali yana 1 stak ketadiganday. Mana bularni men qildim. Короче, harom bo'ldi degan gap. Mana 16 ta bir kunda oldim off block golddan. Hamma shu yerga ishga kirdi va hamma ketdi. Oxiriga men qoldim do'stlar. Xo'sh, endi ketaversak ham bo'ladi bu yerdan. Obunachilarim, mana bizning qishloqqa ko'pgina zavodlar qurildi-da. Endi o'zi yana biron joydan ish izlab kelsam deyman-da. Endi men, короче, molxona ana u yerda Oq qishloqining molxonasi bor. O'sha yoqqa ishlamoqchiman hozir. Hozir endi bir go'sht, uyimda go'shtim bor edi, bitta achmagan bo'lsa bo'ldi. Bu safargi birinchi qismda o'rgandim mana buni iltimos qilib. Shuni yeyman. Voy. Achmagan ekan, hammasi zo'r ekan, xo'sh. Mana bu yerda yangi do'kon ochildi. Bu yerda hech kim yo'q shekilli. Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Gapiravering, eshitaman. Qanaqasiga hech kim yo'q? Bu yerda ovozli mexanizatsiya bor. Xohlaganingizni aytamiz, xohlamaningizni aytmaymiz. Gapiravering. Wow, bular temirdarmi? Yo'q, bular alyuminiydir, akfa degandir. U alyuminda bizning o'sha zavodimiz bor. Odam izlayapmiz, ishlasangiz ishni olaveramiz. Oyiga 2 stak, oyiga 1 stak olmos, 1 stak izmurud beramiz bir oyga. Wow! Kirsam bo'ladimi, xay? Bo'ladi, faqat ana bu yerdagi uyingizni yo'qotasiz-a, bo'lmishmisiz? Ha, men bo'lmishman. Ana o'shodagi uyingizni yo'qotasiz. Voy, bo'lsa qayerda yashayman? O'zimiz sizga mana shu qishloqdan yangi uy olib beramiz. Wow, yes. Xursand bo'lyapsiz. Xo'p, yomg'ir tinganidan keyin zavodga borib ish qilavering. U yerda ovozli mexanizatsiya bilan gapirasiz. Xo'p, bo'ldi. Rahmat. Ertaga men sizga boshqa uy olib beraman, mer o'zi aytadi. Qaysi uyga olgan? Xo'p, wow. Yummayo. Ey, xola. Nima deysan? Shukriya, ziqqilniki men ovqat pishiryapman, yo'qoni. Shukur dedilar mana. Mayli. Hozir ham boraveraman. Ketdim mana, bля, ketdimmi? Wow. Tok. Kamera ovozli mexanizatsiya bu. Wow. Men senga yog'och degandan keyin degandim, ham mayli, kelavergin. Wow, chiroqlarni qaranglar. Hidini. Yaroqchi mana shu alyuminiylarlar, tushunyapsanmi? Bularni yog'och degandan keyin uyingni oldida uyingni yo'qotamizda. Bitta o'shoqni kassacha qilasan, alyuminiylarni o'zing sotasan. Xo'p, sotaveramiz. Hozir alyuminiydan ishlab chiqarasan. Ishni tushungan bo'lsang, qilavergin. Ishni tushungan bersang, boshlagin. Xo'p. Tok. Mana menga eshikni berdi. Bu yerga davay. Peshga tiqasam qo'limda
xuddi mana shu ishni qilaverasan. Tak, короче. Mana do'stlar, men bo'ldim hammasini qilib. Va qaysh. Mana bo'ldim hammasini qilib. Kuniga qancha bo'ladi endi? Kuniga xohlaganingcha beramiz. Zo'r ishlading. Xohlaganingcha beramiz. Qancha beraylik? Farqi yo'q bizga. Menga istaganingcha beravermang. Beraman. Ertaga kel bersang, ertaga pulni olib beraman. Rahmat. Yo'q, tun bo'libdi-yu. Uyim qayerda endi? Ana yerdagi bomba joyga boramiz endi. Bomba joyga boramiz va ertaga oq qishloqni molxonasiga ishga boramiz. Yaxshi. Yotamiz endi. Voy, charchaman nimada. Turdik. Qo'lni qayerda yuramiz? Hech qayerga yo'l bo'lmaydi. Qo'lni karochi o'zim men molxonaga bormoqchiman. Ketdim. Assalomu alaykum. Yuragimni yording. Oq qishloq sherdami? Bilmayman, yo'qol sangasan. Sabina shuni. Mana olib borib ketaman. Shunda gaplashamiz senlar bilan. Oq qishloqi. Oq qishloqi. Buva, mana bu yerda dacha ochilgan do'stlar. Dachaga hali 3-4 qismlarda dachalarga boramiz. Hali biz ham kuchayib ketamiz. Borib ishlayver deganda, tamom, men boraman, ishlayveraman. Deydi, dachani orqasida edi. Mana dachani orqasida edi. Короче, ishlashga ketamiz, pul ishlaymiz, shtir. Sut sog'amiz, tamom, hech emas. Biz keyin obedroqqa qarasan. Yo'q, bitta kim yashagan? Qishloqqa yana birov kishi kelgandir-da. Ketdik. Davay. Sanduqda pul ham bor, hammasini olasan, sutlarni sog'asan deganda tam. Yo'qmay, ishongim kelmaydi. Buni olamiz. Bundan yana bitta olamiz. Ko'p olmaymiz. Xo'p, короче, ketin sog'averamiz ularni. Keladi. Milk degan milkni olamiz. Yana bo'limda. Ikki chelak beradi har bittasi bularni. Hoppa. Olamiz. Ya, olisham bulardan bir azob bo'lyapti-yu. Molga qarash azob ish. Mana. Kam berar ekan ko'pisi. Mana bu. Video mana. Bo'ldi, mana bittadan olamiz endi. Hop. O'tkitik. Mana. Mana ko'p bo'ldi. Sutini sog'ib tashlab bo'ldimi? Yo'q, bo'ldi ana endi. Mana ko'p bo'ldi. Ana ustidan ham olishimiz kerak. Mana oldim unisidan. Qani, hoppa, unisidan ham oldim. Mana. O'tkitik bo'ldi. Ana ikkitasini ham bir balo qilib ulardan sog'ib olmasak. Bir stakka uncha pulga nimaga bunday qilding deb qishloqqa o'zi so'kib tashlaydi. Ichma, la'nat, ichdim o'zim. Voy, degan. Mayli, mana. Yeb. Ichib, mayli ichdim. Mana. Dolan tuxum terdim, bitta tuxumni. Qorovulxonasi deyiladi. Meni uyim mana shu yer meni uyim deyman xolos. Qishloqdan boshqa uy olib beradi. Tamomiga nima bu o'zing nomga bo'ladi. Sotaman, tamom, keyin bo'yib ketaman. Alyumin zavodni deb короче, ana bu yerga yotadigan joylarimiz bo'yicha mana bu yerda orужие. Molxonaga degan narsalar bor edi. Qaragan paytim kiyaman ularni-da men. Qaragan paytim kiyaman. Xo'p, keyin boshqa payt kiymayman-da. Tushunasizlarmi? Bachigim, xo'p ketdik. Mana qaradik, pulimiz ham bor. Endi xohlagan narsamizni qila olamiz. Xohlaganlikka qaraganimiz yo'q.
Bir dacha narxini so'raymiz. Balki yetsa pulimiz, ha? Balki yetsa pulimiz. Kiraylikchi. Mana shu yerdan kirsak. Assalom, kim bor? Kim bor? Chiq, bir mexanizatsiyalantirilgan ovoz bilan gapiryapman. Dachaga pul berib kiriladi, bovushlar kirmaydi. Yo'qol! Bile. Soklan qaranglar. Hidini qarang, bu sokni vasheta. Nice ku hidi. Qishloqi, zo'ra. Qishlog'imiz zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Biladi, yurib yurgin. Ana endi shu gaping uchun meni sassiqqa chiqarishdimi? Ana endi ko'radi. Mana. Mana yuvindim. Salqin suv ekan. Wow. Suvdan shoqon chiqadi. Wow. Ketdik endi. Короче, shu bilan endi mana bu yo'llar, ana bu yerda mer nima shaxsiy kamomat bor, ana bu qishloqning ana bu yerida shaxsiy kamomatlarni odamlar keladi chet eldan, boshqa joylardan, chet el yoki boshqa qishloqlardan keladi, ham nima hokimiyat keladi, hokimiyatdan keladi, ana bu yerda nimani kamomatini so'raydi. Ochratga o'tiradi ana bu yerda. Mana katta ekran o'tirib kamomatni ko'rsatadi. Mana izmurud kamomat bo'lyapti. Eng ko'p kamomat mana bu bilan. Ana eng ko'p kamomat mana bu berilyapti. Izmurudlar, keyin redstone eng kam kamomat deyiladi. Temir bilan oltin kam kamomat deganda bular. Qishlog'imiz bu degani boy, mana yaxshi narsalar qurilyapti bizning qishloqqa. Короче, yana nima deyaylik men. Hamma joyni ko'rsatdim do'stlar. Dacha qolmadi, lekin dacha ikki qavatli dacha ekan. Короче, o'rtoqlar 3-qismda biz bundan ham ko'p pul topishga harakat qilamiz va mana shu qishloqni bosib olish ham emas, sotib olishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Hammaga xayr do'stlar.